Assalomu alaykum qadrli YouTube obunachilari, akalar, ukalar, sizlar bilan har doimgidek Usta Sherzod jamoamiz bilan tunikafon ishlarini olib boramiz. Akalar, bu safargi ishimiz Jizzax viloyati Baxmal tumanida qilib bitkazilgan. Bitta ko'rib, baho berib, yoqsa laykni gumurlatib bosib qo'yasizlar. Akalar, bu ishimizga oq va mokri tunikalardan foydalanib 0.35 qalinlikdagi tunikani 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan qilib bitkazib berganmiz. Bitta ko'rib baho berasiz, yoqsa laykni gumurlatib bosib qo'yasiz. Ha aytganday, obuna bo'lish tugmachasini esdan chiqmasin. Akalar, bu ishimizga umumiy hisobda 290 kvadrat metr tunika ishlatganmiz hamda ikkita kosmoslarini qo'yib bitkazib berganmiz. Bitta ko'rib baho berib o'tasizlar. Bu esa darvozaxonamiz, o'rtalariga yulduzchalardan qo'yib, shaxmat fasonda, chekkalarini esa pianino fasonda qilib bitkazib berganmiz. Va tashqarida ko'rib turganinglardek 2 metrlik qoshimizga pianino fasonda qilib berganmiz. Akalar, bu ishimizga umumiy hisobda 40 million so'm pul ishlatganmiz. Bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Ishimizni sifatini belgilovchi siz qadrli obunachilar bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.